光给这天河，以那平川的戈壁滩哟，放开河喽啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，朝家望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的蓝雨啊，捎份心眼儿到北京。Qani, Oyina xon qizning peshamon qaytib kelganligi uchun ko'taraylik. Qani, ko'taraylik. Qandan kapar zalom jun Ko'pchilik tushunib bilmasa. Sizlarni o'ylab baxtmaganim qo'zim bo'ldi. Sen o'ylab bagin. جنگلا کلام جون خوشورما برو بلا کلام جون قنم جون ربوت چگوز وزم تنر چمر نرز و برنیوز وزم تنر جونك جنگلا کلام جون خوشورما برو بلا کلام جون Arabi, oldu etme. Nakşanını anlap, beni yığı tutup atıyordu. Ko'ngillarni yerim qimsiladi da. Qumdavan bilan Taharni birla tag' ayirib turdi. Qalbimiz yurtimizga talpinsila, bizni hech qanday qiyinchilik to'siyolmaydi. Oyina xon qizning gepining tagida gap-poda qilamdi nima? Ozodlik armiyaning qishidan kelibla, bu yerdan kelishini xiyol qilsangiz bo'lmaydi. Kommunistlarni yaxshilik ko'ramizmikin deb ham xiyol qilma. Izzatingizni qoni biling. Siz mo hozirgi ahvolingizni bilib oling. Bir top banditlar bilan bir top mag'lub qo'shin. Bu yerda bir ish qila olamiz deb ham xiyol qilmanglar. Izzatingizni qoni bilmaydi ekansiz. Qumdavan Peqirning makon ishkanligini unutib qolmang. Jahondar yengja, nimancha jiddiyliksiz? Qarabegning g'azili haqiqatan odamni ta'sirlantirib ekan. Hatto men bu Taharning taqdariga, gulgiyalarni, u yerda o'tgan go'zal chog'larni eslab kelayotgan tursam, Moni begim eslamay tura olasizmi? Sohibxonning ko'ngliga hurmat qilishimiz kerak. Oyina xon qiz, bugungi ardoqchiga sizga atab tayyorlangan. Sizga bir qadak tutay. Rahmat. Siz bilan birga ishlamayman. Vikont Steven, siz chet elga chiqib o'qib, nazar doiramni kengaytib, nurg'un bilim egilishimga yordam qildingiz. Sizga bo'lgan samimiy ko'nglimni qabul qilgaysiz. Mayingjan hozir halokat yo'liga kirib qolgan odam. Uning tishiga tegib qo'ysangiz, sizga ham oilangizdagilarga ziyon yetib kelishidan qo'rqmamsiz? Rahimaga taqobil turishning birdan-bir chorasi uni o'ylamaslik. Hozir burunqidimmi aqlliq ham o'moq bo'lib ketibsiz. Maqtag'inizga rahmat. Begim, Oyina bek adabsizlik qilyapti nima?
Gerek yok. Xon qiz Angliyada o'qib, yuqori tabiqadagi oqso'ngak, esilzodalar bilan uchrashib kelgan bo'lg'achqa, albatta mendek amaldorlarni yaratmaydi. Ko'pchilik samimiy ko'nglimni tushansala bo'ldi. Bu sharafni o'zim ichib yutay. Yengam, siz bilan shuncha yil birga yurib, bugünkidek o'sal bo'lganingizni ko'rib baxmabdi ekanman. Bu gaping to'g'ri bo'lmadi. Meningcha ayollarning hayviqigini, ahkiligini, chakdan eshib ketmasalar, nima qis qilaversin. Bu hozir og'dak bir manzara. Oyina usulni shundoq yaxshi o'ynaydi ekan. Buni his qilmadingmi? Bola, bugün Mayıncan'ı bek osal qıp qo'ydim. Yani texe, Jahondardek mudaham bilan gap talishib qoldi. Ba'zi ishlarni ishingdan bilsang bo'ldi. Undaq kishilar bilan ustunlik talishib o'ltirgulik emas. Dada, Qumdovonga amdili kelgan bo'lsam-mu, lekin nurg'un ishlarni aniq ko'rib oldim. Sizlar ishkorida qapsizlar, ular sizlarni bo'zaq qilib yetibdi. Buningga chidab turolmayman. Adam g'urur bilan yashash kerak, dada. Bola, men bu yerga butunlay amalsizlikdan Mayıncan bilan birga keldim. Bundaq hissiyatning ta'mini seningcha men bilmay qolamanmi? Ayna, anglsam azodlik armiya tarida bek vahshiylik qilib yetibdi. Yayliqimiz bilan mol-mulklarimizni boshqalarga bo'lib beribdi-dak. Undaq emas. Hammasi yolg'on. Azodlik armiya nihoyat yaxshi qo'shin ekan. Ishonmisizlar? Mana bu qarz ilish hujjatini ko'rib baqsili biladilar. Mana qarasizlar. Ishbiyullar yayloqqa o't qo'yib berib, puhralar qishdan chiqishga amalsiz qolibdi ekan. Azodlik armiya bu jiddiy masalani hal qilish uchun Imom Xonim bilan maslahatlashib, oilamizning yaylig'ini vaqtli qarz ilib ishlatib turibdi. Men Tahirga kelganda Yangpayjon uni baho sundirib, pulni menga to'lab berdi. Boshqalarni o'ziga tortish degani mana shu. Bu azodlik armiyaning bizga ishlatgan hilasi. Ular sening ishonchingga erishib olmoqchi. Ahvol rostlasil o'ylagandek bo'ladigan bo'lsa, ular hargizmi hayotini qurbon qilib meni xatardan qo'g'dab qolmagan bo'ladi. Bu qanday ish? Majanjangning odamlari meni o'ldirmoqchi bo'lganda, azodlik armiya jangchilari hayotini xavf ko'chirishga qarmay, meni Azrailning qo'lidan qutqizib oldi. Meni qutqizaman deb bir qiz jangchi ishbiyona bombasida o'lib ketdi. U qiz mendan kichikkan. Biroq muz tog' bag'rida mangulik uyquga ketdi. Qarsizlar. Mana bu portlashda o'lib ketgan qiz Liufa. Yangpayjon sizlarning Tahirga qaytib kelishlarini chin ko'ngildan umid qilar ekan. Yana texasiliga malik hukumatdan bir mansab belgilab qo'yibdi. Dada, Qumdovonda uzoq tursak bo'lmaydi. Bir amal qilib qaytib ketaylik. Azodlik armiyaning sana yaxshi muomala qilganiga men ishondim. Lekin Tahirga ketsam, menga mansab berdiginiga men ishonmayman. Xuddi Mayıncan meni Tahirdan bu yerga olib kelib olganidek. Barliq hükümranlarning o'ziga xos maqsadi bo'ladi. Azodlik armiyaning mening Tahirga qaytib ketishimni umid qilishidimi maqsad bor. Yangpayjon undaq saxtipaz odam emas. Bola, azodlik armiya haqidagi qarashlaringni hargizmi oshkor so'rinni so'zlab yurmagin. Gap so'zda qattiq ehtiyot qilgin. Endi chiqib armag'in. Men bu obdanroq o'ylab boqay. Bu yerda nima ish qilyapsan? Kichik oyim, dahlizdagi qoch qo'mishlarni yig'ishtirib, oshxonaga akirib, yuyib chiqay deb edim. Gunoyimdan o'tgaylar. Dadam ishkimizdan so'zini o'g'irliqcha anglayapsiz? Cho'nxon qiz. Bu nim deganingiz? Men degan dadangizning rasmiy nikohlab amirga olgan ikkinchi xotini. Meni hurmatlimisizmi mayli? Biroq biz bir oila kishilar tursak, mendan yoshirg'idek nimish bor edi. Ishq oldidan o'tib qolganimga o'g'irliqcha anglagan bo'lib qoldimmi endi? Layli, xizmatkorlarning oldida salohiyatingga diqqat qilsangchi. Begim, savallik mendan o'tdi. Qo'llari kichik oyimga so'qilib ketmasligim kerak edi. Qo'llari xato. Undaq bo's ko'zimdan yo'qol. Xo'sh. To'xtab turing. Xizmatkor odam. Ularni hurmatlanishga haqliq. Nima qoni tillaysiz?
Unağa namakıl bolun. Meni hizmetkarga namakıl bol davatam siz. Begim, bu öyde kaydiyorsun bağımı zadi. Siz ne kaydiyorsun bilivasın dep şundak davatını. Ayna. Ko'nglim parakende. Bu ishni tegab o'ltirmag'in. Amonbay. Chiqib ketgin. Hop. Moni efendi. Aynanın sizin kışınızı qaytib kelishi aslida xushal bo'lishdek kishi edi. Biroq bu ish sizni ham guzab qo'yibdi. Vikont Steven. Hozir qayim qutli qilyaptiman. Siz chet ellik bo'lsangizmi, hammani aniq ko'rib turyapsiz. Menga bir yo'l ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu bak oddiy ish. Har ikki tarafdan ko'zligini bor. Ularga ishinib ketmang. Yana men bilan Angliyaga chiqib keting. Vikont Steven. Mening yurtimdan ketishga hargiz ko'zim qiymaydi. Yurtimdan ayrilsam, yiltiz yo'q odam bo'lib qolaman. Uning ustiga bir muncha odam tursak, Angliyada qandoq jon boqamiz? Moni efendi. Sizda bebaho bir angushtar bor emasmi? O'li bo'ladi ekan. Boshqa hech narsa olmasangizmi, bir umr yemak ichmak, kiyim-kechakdan g'am qilmaysiz. Vikont Steven efendi. Sizning qo'y terisiga yozilgan Qur'onimizni qo'lga tushirishning qo'ydi bo'layotganligingizni bilaman. U degan biz tojiklarning muqaddas tavarrukimiz. Hech kimning ep ketishiga bo'lmaydi. Rostimni aytsam, u narsa hozir qo'limda yo'q. Qandaq? Qo'y terisiga yozilgan Qur'onni olalig'idakmizmi? Moni degan qeri tulka Mo'shalga tushib qolgan turuqliqmi? Eg'iz ochqili, faqat unmayotidi. Hozir kundan kunga sovuq tushib ketyapti. Oziq tuligimizmi bag'an sira aziyib, qahvami ichammayapmiz. Steven, eng yaxshisi, bu yerdan ketib olayli. Mening bu yerda turg'im yo'q. Qo'y terisiga yozilgan Qur'onni texi qo'lga tushiramidoq. Buningga nurg'un yil ajr qildim. Uni olmay ketishga zotli ko'nglim unmaydi. Ahvoldan qaraganda, Majanjang bu yaqin orada ozodlik armiyadan hokimiyatni tortib olanmag'idek. Bu yerda bekordan saqlab turgandan ko'ra, Kalkuttaga ketib, qishni chiqarib, ondan qaytib kelganimiz tuzuk emasmi? Qandaq dedim? Hay. Bo'lmasa shunda qilaylik. Marveri. Bağan siri. Chiroyli qiz o'p ketyapsan, ha? Ha? Mushunda chiroyli qiz turib. Bunda qari ish qilsam, odamning tek ichi serilmamdi. Bo'lmasa mana qilaylik. Ma xotin bu. Sen esilsiz bu zinnetlerini ep verip, Leyli'dimi bu yaşatırağı turmuşka eriştirme. Qandaq, bo'lamdi. Jahondar begim, izzatlarini saqlasa bo'larmikin? Ojizi qo'llari sizga loyiq kelmayman. Nima deysan sen? Meni qo'yasizlar. Meni qo'yinglar. Mende. Hayvon, meni qo'yinglar. Meni qo'yinglar. Hayvon, meni qo'yinglar. Jahondar begim. Jahondar begim. Qarabek, meni qitildiryapsizlar. Ko'zimda yo'q. Jahondar begim. O degan bir qo'l. Uni bo'ldi qilaversizlar, ha? To'l oqsoqolliqimmi? Jahondar begim. Jahondar begim. Amonboy tog'a. Uni bunda qistimisilar. Biror peshkanlik yuz berib qolsa, elig'u Moni begimkan. Men qeri jenimdimi? Ma'qul bo'lmayman juma. Sen qerim oqsoqolliq qilmoqchimi? Bo'pti. Qarab turish.
Her qaysynyň adwyny bir bämdigini görüp goýaş. Hiç yok balam. Endi hiç bolmaydı. Boldu, yığlama. Hiç bolmaydı. Yığlama. Suğa çıkıp edim. Bu ayağımga uçurap kaldım. Vaktimge yarışa meni kutuldurup aldыңlar. Qarsam, soğuk çıkıp gidip biraz ağıcı qaytıp gelmediniz. Sen ensirep, derya boylap izlep gelip edim. Ah, Allah sizni yani bir qetim bala qazadın sakladı. Beri. Bunundan keyin soğa yalğız çıkma. Bir iş bolsa, Amanbay bilen birlik çıkın. Bugün tazım xatarlik iş boldu dese. Merveri. Qarsam, Qarabek bulunuğa yigitken. Qarabek haqiqatan yaxshi odam. Menga pek kuyunidi. Ha? Nima? Sizning nazaringizda yaxshi odam bilan yomon odamlar bormi? Qarsam, Qarabek sizni pek yaxshi ko'rdi ekan. Siz ham uni yaxshi ko'rdi ekansiz. Amanbay tag'a, sizlar o'ylagandek ish yo'q. Mening nazarimda Qarabek haqiqatan yaxshi odam. Ha, bu gapcha nazaringizda yana boshqa odam bor ekanda. Uning hayot yoki o'lganligini men bilmayman. Qadinas dostum. Siz ketsangiz texim yalğız qaladigan boldim. Moni efendi, vaziyat yaxshilanganda qaytib kelaman. Sizning Angliyaga berishingizni qarshi olaman. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Bu yeshimda yoq yurtlarga berib sargardan bo'lishni xohlamayman. O'zingizni ko'p asrang. Ayinaxon qiz, men bu yerda ko'rgan eng go'zal qiz. Rahmat. Xayr xo'sh. Aman bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Çık. Go Bencan. Go Bencan. Go Bencan. Go Bencan. Uygandınız mı? Novruz. Atdan yıkılıp düşüp dikensiz. Ben sizni apaş kıpıp geldim. Novruz. Hayatımı qutquzib qolganingizga rahmat. Arzimaydi. Etinizni o'ltirib o'tganim uchun
Hozirgacha beorom bo'lyapman. Qancha qilsammi, savallikimning o'rnini to'ldiramayman. Otning gapini endi tilg'anma. Tilg'anma. Yaxshi ot odamni xatardan saqlab qola oladi. Agar qora to'riq etingiz bo'lgan bo'lsa, hargiz yiqilib tushmaydingiz. Navruz. Mijozingizni haqiqatan yoqtirib qoldim. Har ishimizning mijozi chus. Qilaman degan ishni oxiriga olib chiqmay qo'ymaydigan odamlardan emas. Men sizga qarzdor. Yayloqqa berib, o'zingiz yoqtirgan otdan birini tanlab oling. Bu etingizda to'lapagini bo'lib qolsin. Bundoq desangiz, sizning jinimni qutqizib qolganingizni men qanday qilib qaytarib bo'la olaman? Go'banjon. Otning ishida sizga yuz kelanmayman. Bo'ldilar. O'tgan ish salovat, endi tilg'anmayli, ha? Navruz. Bundan keyin ishimizni to'sib qolaylik. Do'stim bo'lsangiz, tamoq yeb ondan keting. Gulandam obdarroq tamoq etib bersin. Navruz. Ko'nglingiz menga tigil bo'ldi. Bizning intizomimiz bor. Uyingizda tamoq yeyishga to'g'ri kelsa, Yangpayjongdan yo'l yo'rib so'ramsam bo'lmaydi. O'rningizda men boray. Yangpayjongnimi bila taklif qilay. Mana bu sizniki. Xo'sh hamisa. Ma'qul. Qani ko'rib yiqqanlar. Teşhimov. Qashqardan telegramma keldi. Qayinjan odam avatibdi. Tushdan keyin soat 3da Udildagi oshxonada ko'rishing. Bu qancha pul? 5 ming. Olamsiz. Keyin kelganda Ha, ma'qul. Xo'sh hamisa. Qani, kelib ko'ringlar. Qashqardan keltirilgan yangi mal. Hammasanglar pushaymonni qilasizlar. Qani ko'ringlar, mana isil raqlar bor, isil yog'liqlar bor. Qani kelinglar. Nimish kenim kirib olasan? Sizmi kenim kiryapsiz-ku? Ichida to'ng'iz qatirayotgan ablah. Meni bu zaqqig'ini oz kelyapamda. Shuni sen menga sep qo'yay. Har kuni chimimda kenimga kirib olma. Tishimga tegib qo'ysang, menmi tadbir qo'llanaman. Men sizga shuni demoqchi edim. Agar Amir meni yana urdigan bo'lsa, sizlarning munosabatlarni Navruzga deb qo'yman. U chaqda hammamizga foyda yo'qchimi? Sen bu gapni degili kenimga kirib olganmi? Aris. Bundaq kuniga qog'icha ish top ketsan-chi. Bu mehmondorchilikqa bormasa qanday bo'ladi? Bo'ldi, eshitdimi nima? Navruz ilgari bizga adovat saqlab kelgan. Bu qitim tashabbuskorlik bilan samimiy holda bizni tomoq taklif qildi. Bu nihoyat yaxshi ish emasmi? Biz borgan taqdirdami yana quruq qo'l bosaq bo'lmaydi. Bir bo'loq osh tuzi, 10 jing un ilib olib, ishimiz bilinib boraylik, ha? Bunda qilsa qanday bo'ladi? Bu yerga kelganimizga xeyli uzun bo'ldi. Ochliqimizni tugay deb qoldi. O'tgan qatim to'polonni tinchitish qilmagan qismig'imi bir talay ochliq berdik. Bu qatim ochliq opamisiz yoki ozroq opasimiz qanday bo'lmaydi? Bu yerdagi fuqarolar bir-birining uyiga borsa, biraz ovqat ip boradigan tursa, meni quruq qo'l bor demoqchimisiz? Da'vatgan gapingizni. Hejon. Sizga rost gapni aytay. Hozir oq un tugayli deb qoldi. Hejon. Un opamay, savza, yong'yu degandek narsalarni opasingizmi bo'ladi-ku? Umi so'g'at qatori kirdi-ku. Navruz bo'lmagan bo'lsa, Tavbanjon to'nlab o'lib qolgan bo'ladi. Oy oxirida Qashqardan oshliq keladi. Shu chaqda men sizga 10 xalta un qaytirib beray. 10 xalta. Qo'yning jigiri bilan quyruq yig'i bak yeyishlik. U samimiylikning ifodasi. Bu aziz mehmonga sovuq qilinadi. Qani ilinglar. Qizig'i deyaveringlar. Yangpayjon, Govbanjon, uyimizga qadam tashrif qilganinglardan bak xushal bo'ldik. Qani ilinglar. Yazga, rahmat sizlarga. Rahmat tegishiligi yo'q.
Qani, qiziq deyinglar. Navruz keladiganlarni anglab bak xush bo'lib ketdi. Şunu sizlarga atab yaxshi paqlandi birini so'ydi. Navroz, sizlarning baxtli yashashinglar bizning orzuyimiz. Qani, men barliq jangchilarga vakolatan sizlarning ijil inoq yashab, baldurroq o'g'il farzandli bo'lishinglarni tilayman. Rahmat, rahmat. Bunun qijil bo'g'idek nimasi bor? Bizningmi avlodimiz bo'ladigan chaq bo'ldi. Umu cho'ng bo'lganda Amirdek Tojik ozodlik armiya jangchisi bo'lskan deyman. Sizlarga qaytqa kirib beray. Yanpayjon. Bu qitimqi so'g'i qiqim yaxshilik etganmaydi. Ochliq o'ksib qoldigan bo'ldi juma. Niyazga. Nima? Ochlig'inglar oz qoldimi? Bizni o'ydilar emas. Butkul tarda shundoq bo'lyapti. Shundoq. Peycan. Teştikmi? Peycan. Gözlerime ciddi iş çıkıp kaldı. Derhal bir taraf kulayatsınız öptüken. Ha, uxtom. Niyazga. Uyat oldu. Meni azroq ishim chiqib qoldi. Menga bering. Ko'banjon, sen qilib qolgin. Rahmat sizlarga. Ha? Ishingizni beravering. Rahmat. Bo'ldi. Uzatmanglar. Bo'ldi, qilib qilinglar. Xo'sh. O işpiyon Qashqardan kelibdikan. Xonva planini ijro qilib kelgan edim deydi. Xonva plan degan nima? Onun nimaligini bilmayman. Men boshqalar bilan ko'rishga kelgan edim. Kim bilan? Bilmayman. Ko'rishadigan joyi bilan shartli belgini bilaman. Aloqlashgandan keyin men bilan ko'rishgan odam menga vazifa topshirdigan bo'lgan edi. Seni kim evatdi? Onun ismi Wang Guisay. Qashqardagi bir yanjam. Rahmatjon. Bak, darhol Qashqar bilan aloqalashib, uning kimligini aniqlab chiq. Xo'p. Sizlar qachon ko'rishmoqchi bo'lgan? 3'te keyin soat 3'te. Qayerda? Bozorning do'qmishidagi osh buzildi. Shartlik belgichi. Bu kichik lo'nqini xiyoli bilan chaynakning orlig'iga qo'yib qo'ymiz. Hozir sana faqat birla tanlash yo'li bor. Bu sen uchun xizmat ko'rsatib gunohingni yuydigan birdan bir fursat. Uni bilan ko'rishishga bog'in. Hargiz chandurib qo'yma. Vaqt o'tib ketdi. Ko'rishdigan odam hech kelmaydi. Aldirab ketma. O'ljaga erishish uchun sabrchan bo'lish kerak. Yazanga o'tazda. Mella. Tamamlawa. Oshmadlar bomba. Lag'mandan qaytdi. Bo'ldi.
Bire iş olan okşaydı. Hareketini to'xtataylik. Xonbayjon, u shpion hiyla ishiltib bizni aldab qo'ydimi nima? Biz aldanib qolgan o'xshaymiz. Biz alınıp kaptık. Rost gapni ayt. Bugun ko'rishmoqchimidinglar? Yolg'on so'zlayotganim yo'q. Mening jinim sizlarning qo'linglarda tursa, yolg'on so'zlashga haddimmi? Ep chiqib ketinglar. Xo'p, tura. Shpiyonlarni tozalavatganimizga shuncha uzoq bo'ldi. To'rdan tushib qolganlarning hammasi hiligar bir nimalar. Dushman ahvolimizni kuzatib yiqayotgan gap. Uni atiyani ip chiqayli. Düşman bir shapini sezib qilib ko'rishgili kelmagan gap. Bayağı Göntencan'dan telefon geldi. Gomindanın haqiqatga qaytgan qo'shinlarning ikki qismi mo teshamasgan. Tashqaridagi Yiliqilyanjan o'ltirilibdi. Yo'ldoshlar, hozir biz bilan elishayotganlar tarbiya ko'rgan ishpiyonlar. Ular cho'nqur yo'shirinib olgan qo'li hammaga yetadi. Harakatimi chaqqan. Eng yomoni biz ochiqchilikda, ular bo'z xilvatda. Shunga hozirdan boshlab xizmatni texmi inchga, texmi atrofli ishlashimiz kerak. Heyecan. Menimce işini hanıma degan sözden başlasak deyman. O plan deb atalgan ekan, hergizmi kichik hareket emas. Düşmanning texmi cho'ng suiqasdi bo'lishi mumkin. Hammanjon, bu xatni Uyg'urcha o'qib baqa. Zodi nima degan gapki? Peycan, bu so'zni xat ma'nosini aytganda hech qanday ma'noni bildirmaydi. Xanva. Xanva. Xanva degan so'zning Uyg'ur tilida hech qanday ma'nosi yo'q. Tojik tilidami hech qanday ma'nosi yo'q. Rahmat Imom Akın. Dada. Yana yurtni sehni otamdilar. Balam. Yurtimdan ayrılganımga uzak bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin bir kun bir yildek bilindi degan so'zning ma'nosini haqiqiy his qilib yetdim. Bu suratlardagi tonish chiroylar, yaylaq, öyle, qo'y padallarini ko'rsam, o'zimni tutib ololmay qoladi ekan. Dada, amisi nimishqa qat'iy niyat ikkilanmaydilar. O'z xohishi bo'yicha ish qilinmasdan nima ekanligini tushunamsan? Buni sinab baxmay turib qandaq biladilar. Balkim sizlar o'ylaganda qiyinlig'imi tushmas. Buning oqibati aniq. Biz asla qaytib ketamaymiz. Buni sinab beqish ketmaydi. Bolam, sen pek sodda ekansan. Amanbay tag'a, yana ishga qo'y kam turadi-ku. Ha? Begi Amanbay tag'a, bu zodi qandaq ish? Jahondarning odamlari yeydigan oshlig'imiz qolmadi deb bulab ketdi. Ularning qo'lida qurol bo'g'ash, peqir qo'llari to'sib ololmay qoldim. Bu banditlar böğürdümün bek vahşilişip ketipti.
Men Mayingjan bilan so'zlashib bakmısam bo'lmaydi. Dada, Jahondar bandit bo'lgani bilan hozir Gomindan tarafdan muavin yengjanlik mansibi berilibdi. Uning Majanjan bilan tili bir. Shunga bu ishni qilishga Majanjan qudratgan bo'lishi mumkin. Ular bilan deyish keldirma beka. Dada, qo'y kala mol dunyo deganlar bizga boqvand emas. Hozir shuningdan ansirayaptimanki, ular qo'ylarimizni o'ldirib bo'lgandan keyin yana boshqa ishlarni qilishi mumkin. Shunga yana bunday taqdirga tan berib o'ldirmay, bir amal qilib Taharga qaytib ketaylik. Dada, endi ishkilinib o'ltirmisizlar. Bo'rimi qishlamaydigan bu nesbasqur joyni chin saqlab yetib, nima qiladilar? Qarabek. Sen bir nim deb baqqana. Begim, bu ishda men qarisiga so'zlasam bo'lmas. Mening boshqa maslahatlashgidek odamim yo'q. Shunga seningdek bu ish bilan aloqasi yo'q odamning fikrini anglab baqay deyman. Bo'ladi. Emis gapni udul deyiveray. Jahondarning o'zlari bilan cho'nqur o'ch adovati bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ko'rinishda hech ish yo'qdek chandurmay kelayotgan edi. Uning bu qatam saxta niqobni yirtib qo'ylarimizni bo'lganligi, uning noyat xatarlik ahvolda qilayotganligini tushuntirib berdi. Mening ansiraydiganim shuki, odimizatsiz bu joyda bir qancha yuz odam qandoq bardoshlik bera oladi. Rostida shunday bo'ladigan bo'lsa, bu qishdan chiqmag'imiz tasga tushidi. Shundoq. Aynaxon qiz yiroqni o'ylaydi. Uning ustiga u Tahirdan keldi. Ozodlik armiyaning ahvolini obdan biladi. Sizning qizlar bo'g'ini uchunmi u sizga hargiz yonkashlik qilmaydi. Bularni menmi o'ylagan. Shunga yeniklik bilan ish qilishga petinolmayapman. Sizlar Mayingjanni tushunmaysizlar. O bizni hargizmi ketkil qo'ymaydi. Dada, Majanjan sizlarning mushu ojizliklarni tutib olgan gap. Sizlar bu ishda ojizlik qilgan sari u texma hatidan ishiyotdi. Bu yerdan ketamigan holatdimi? Ularga hargizmi bo'zak bo'lmaydiganligimizni ko'rsatib qo'ymsak bo'lmaydi. Munchivala ko'p mol-mulkni, bunchivala ko'p chakarlarni qandoq qilamiz? Voz kechimiz. Amanbay tag'a, biz qandoq qilamiz? Begim kessa, egisi yo'q qo'zi bo'lib qolmaymizmi? Majanjan begimdan teptatqini bilan bizni hargiz nazarga olmaydi. Men-ku bir putum go'rga sanglab qolgan odam. O'lib ketsammi armonim yo'q. Biroq siz dehi yosh. Navodi Jahondarning qo'liga tushib qolsangiz, to'lini qo'rqinchli ish bo'ladi. Begim! 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 Begim, xon qiz, rahim qilib menimi bilan olib kelsanglar. Mening Taharga qaytib ketkim bor, sizlardan o'tinib qolay. To'xtanglar! Sizlar nega bormoqchi? Nega berishimiz o'zimizning erkinligi. Yo'lni bo'shat. Mayingjanning buyrug'i bor. Hech kimning bu yerdan ketishiga ijozat yo'q. Bo'libmi sizlar qaytib ketinglar. Uning erkinligimizga chak qo'yish huquqi yo'q. Qumdavanda kimning nima qilishiga kelsak, faqat mening deganim hisob. Yaxshisi o'zingizga xafalık deb olmay, o'shinglarni yig'ib olganinglar yaxshiroq. Menga tanbeh bergidek qanchalik odam eding? Sen qanchalik odam eding? Mening tavalligimga kelibmi? Yana menga beglik kibrini ishlatmoqchimisan? Hozirgi salohiyatini o'ylab qo'y. Sen degan boshqalarning soyisiz jon boqadigan bir ish xolos. Jahondar! Bu ablah! Resva og'zingni yum. Ayna, uni bilan qarg'in bo'lmasin. Meni to'smasizlar. Uni meni itishga petin oladiganiga ishonmayman. Ishonmasan sinab ko'r. Oldingi bir qadam chamdaydi ekansan. Men undan tutun chiqarib ketaman. Qo'lingizni torting! Jahondar yengjoq, gap bo'lsa chiroyliqcha deyishmamsizlar. Boshqa kun tushganda o'zaro orozlasa qanday bo'ladi? Ayna, sizmi o'zingizda besinglar. Agar o'rnimizni almashib qilib, men sizni bu yerga tutqun qilib, bo'lishiga haqoratlab, g'ururingizdan, orzu umidingizdan mahrum qilsam, siz o'zingizda besib ola olasiz? Faqat amal qilmaganda qo'yma odam tishlaydi. Bugun zobi ketmasak bo'lmaydi. Bo'ladi. Murodingga yetkazib qo'yay. Vasiyating bo'lsa darhol davom. 1 minutdan keyin seni Allohning dargohiga uzib qo'yay. Jahondar yengjoq, qaramliq qilma. Aha. Qur'onni menga bering. Qur'onni menga bering.
Akiling! Mening qoralimni hech kim tatılib bakmagan edi. Ayollar qoral bilan haplatsa bo'lmaydi. Ayna. Jahillik qilma. Men muhofazat qilmasam, Qundavandan ketamaysilar. Qaytib ketinglar. Açlıq bilan yem xəçəklərimiz qancha uzoq yetadi. Biz ko'p bo'lgandimi 4-5 kun yetamikin? Qo'chun uchun hammadan muhimi ochliq bilan yem xəçək. Ochliq bo'lsalar, ko'ngil to'xtiradi. Buni tezroq bir amal qilib hal qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa qishdan chiqolmaymiz. Bu qaqastag'dan to'shqanchaqlik nimami tepilmayotsa. Pinhan marvoyatga o'qitirish qil. Ozodlik armiyaning iyiq ulsining ahvolini aniqlab chiqsin. Ochliqdan tardan bulab kelmay amal yo'q.